Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, ushbu murojaatni joyiga yetib borishida yordam bersanglar xursand bo'laman. Sog' salomat bo'linglar, boringlarga shukr. Ushbu murojaat O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi Mirziyoyeva Saidaxon Shavkatovnaga, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi Baxtiyor aka Islomovga. Hurmatli mana shu O'zbekistonni boshqarayotgan rahbarlarimiz, sizlarga yana men andijonlik 1-guruh nogironi Alimov Tavakkal murojaat qilyapman. Men yana sizlarga qayta murojaat qilyapman. Bu qanday endi bu? Mana shunaqa qilib dod deb qolaveramizmi endi? Bir qonunlar ishlasin. Meni nomimdagi uy-joyimni, men peshona teri qilib qilgan uy-joyimni Turonbank mansabdor shaxslari o'zlari meni nomimdan ariza yozib, o'zlari qo'llarimni qo'yib, sotib o'zlashtirib yo'qotishib yuborgan. Bu ishning orqasida onasini og'zidan tug'ilgan Mirzo Olim rahmatulloh turganligi uchun bu ishni yopti qilishib, ishni tinchitishib yubordi. Nima qilaylik, dardimizni kimga aytaylik? Bu kitoblarda, mana yozilgan kitoblarda, mana qonunlarda, konstitutsiyalarda hamma yo'q cho'tki yozilgan u. Nimaga shu kitobga anaqa qilmaysizlar? Yozilgan nimalarga, qonunlarga anaqa qilmaysizlar? Qani qonun? Prezident aytayapti-yu, adolat deb, jinoyat jazosi qolmaydi deb. Qani jinoyatchilar jazo olgani? Hech kim bu ish bo'yicha javobgar bo'lgan yo'q. Bankirlar ham javobgar bo'lgan yo'q. 7 yil ko'rdi shu bitta ishni, jinoyat ishini. Andijon shahar ichki ishlari, Andijon viloyat ichki ishlari 7 yil ko'rdi. Qoyili. Bir qonunlar ishlash kerak-ku. Osongina fuqarolikka tepdi. Endi fuqarolikdagi Baxtiyor aka, fuqarolik sudidagi sudya ko'rishga asos yo'q deb ishni yopdi. Butun boshli 40 sotikka solingan uchastkani yozilgan arizasi egasi o'zi yozmaydi ekan, asos yo'q ekan ko'rgani. Undan ko'ra uni aytib qo'ya olmaydimi? Bu ishning orqasida Mirzo Olim rahmatulloh turibdi deb. Shu mashandaqa zo'r ekan bu Mirzo Olim rahmatulloh. Mana o'sha negativ gapiryapti bu. Buni qilayotgan ishlarini. U 1 million, 2 million dollarni gapirmayapti negativ. O 50 milyon, 60 milyon, 100 milyon dollarni gapiryapti. O'zlashtirib olgan pulini gapiryapti. Mana sharoitni qilib berdinglar. Buni anaqa emas endi. 100 martalar murojaat qilyapman men. Saidaxon 100 martalar murojaat qilyapman, shu ishga aralashinglar, aytinglar, shuni adolat qilish bersin deb. Men qonuniy narsani so'rayapman-ku. Andijondagi bir vaziyatni bilib qo'ying siz ham, Baxtiyor aka. Baxtiyor aka Islomov, shu sudni siz boshqaryapsiz. Rasvo raddamas chiqib ketgan sudni. Bu qanday endi? Yana bular qasamyod qiladi. Qonuniy ishlayman deb. Indamay delani shunday yopib qo'yapti. Asos yo'q deb yopib qo'yapti. Bu qonunlar ishlash kerak-ku. O'sha men Rossiya prezidentiga murojaat qilyapman, Amerika prezidentiga murojaat qilyapman, Donald Trampga. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilyapman. Bu qanday endi bu? Bu darajada qilib olmaylar. Shunday bir nima qilib turib, hujjatlarni olib o'rganib, agar men noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, shunday bir olib hujjatlarni o'rganib, deb turib bir aytsanglar bo'ladi-yu. Baribir qog'oz gapiradi-yu, qonun ishlash kerak-ku. Bu qanday endi bu? Murojaat qilyapman.
Bu qanday endi bu? Yo sizlar internet ko'rmaysizlarmi? Mana shu internetni kuzatib o'tirgan ichki ishlar, davlat xavfsizlik xizmati xodimlari shunaqa murojaatni ham olib kirib beringlar. Mana odam mana bunaqa dod deyapti deb. Faqat so'kkanda olib kirasizlar. Undan qilmanglar-da. Biz so'kinmayapmiz birodar, haqorat qilmayapmiz. O'zimizni qonuniy haqimizni talab qilyapmiz. Mana kitobda yozilgan, mana o'zingizlar yozib qo'ygan, mana qonuniy haq-huquqlarimizni talab qilyapmiz sizlardan. Bulardan qilmanglar-da. Baxtiyor aka, sizga men mana prezident portaliga 5 marta murojaat qildim. Meni VKS orqali qabul qiling, men bilan gaplashing deb. Shunga yetisha olmayapman. Bilib qo'ying shu narsani ham. Katta qilib yozib qo'ygan sud idorasiga borsak, Oliy sud raisi Baxtiyor aka Islomov mana kuni qabul qiladi deb. Buni oldirib yuboring uni. Qabul qilmaganingizdan keyin fuqarolarni. Qiyinmi shuni bir 5 minut vaqt ajratib turib, shunday nimada o'tirib turib bir qabul qilib qo'yishingiz. Sudralib bo'lsa ham borardim Toshkentga. Mana kuni kesin desiz. Yo siz fuqarolarni qabul qilmasangiz, yo bir sudyalaringizni bir tartibga chaqirib qo'ya olmasangiz. Qonuniy qo'limizda shuncha hujjatlarimiz turibdi. Bu yerda ustimizdan izdivasta qilishvordi-yu bular. Nima qilish kerak? Ya hammamiz ham bir kun o'tib ketamiz-ku. Bu qanday endi bu? Hamisha hamma vaqt qaysi tuzum bo'lsa ham adolat, qonunlar ishlagan-u. Shunchalik qilib yuborasizlarmi? Bu murojaatlar qayerda qolyapti? Esir paytini yomonlaymiz. Qonunlar ustuvor edi u paytda. Bitta ariza agar bo'ladigan bo'lsa, pachag'ini chiqarib yuborgan. Gumbullatib. Moskvaga yozamiz desak, cho'chirdi rahbarlar. Moskvadan cho'chirdi. Hozir prezidentga yozaman, portalga yozaman desangiz, xohlaganingni qil deyapti. Bu qanday endi bu? Shu darajaga kelib qoldikmi? Saydaxon Shavkatovni yana qaytarib aytyapman. Meni yanimga o'zingiz vakillaringizni yuboring. Kelishsin ular, o'tirishsin, men bilan gaplashsin. Ishni o'rgansin. Haqiqat qaror topsin, meni joyimni qaytarish bersin. Ular kimlarning nomini sotmayapti? Bu narsalar bugun bo'lmasa ertaga ochiladi. Ana bittasi nom sotgan Gulnora edi. Gulnora nima bo'ldi? Dadasining nomini sotib. Bunandaqa emas-da. Bunandaqa qilmanglar. O'zingizni vakilingizni jo'nating Saydaxon. Bosh prokuratura. Sizlar ham o'zingizlarning vakillarni jo'natinglar. Mana bu yerda bor, mana viloyat prokuraturasi bor, shahar prokuraturasi bor. Bitta telefon qilib turib, mana odam bilan gaplashinglar desangiz kelib gaplashishadi biz bilan. Xalq qabulxonasi bor Saydaxon. Bunandaqa emas-da endi, Nima endi men qolaveraman endimi? Qo'limda qog'ozlarim turibdi. Ichki ishlarda yozgan xulosasi turibdi. Prokuraturaning xulosasi turibdi. Sud-med ekspertizaning xulosasi turibdi. Hamma qog'ozlar menga gapiryapti-yu. Tovlamachilik yo'li bilan, zo'rlik yo'li bilan olib qo'yishganligini. Bu qanday endi bu? Bundan qilmanglar. Butun dunyoga sharmanda bo'lib. Shu darajada bo'lib ketadimi? Butun boshli bitta 40 sotikka solingan uchastkani sotib o'zlashtirib, pulini yeb yo'qotishib borar ekan-u, hech kimning ishi yo'q.
Nimagaki sababi Mirzo Olimov rahmatulloh degan vallomat buni orqasida turibdi ekan. Shu odam aralashgan ekan. Kim bo'lsa hamda qonun bor u baribir. Kerak bo'lsa Amerikaning prezidentlari javob beryapti qonunning oldida. Kim u Mirzo Olimov rahmatulloh? Mana o'sha gap chiqyapti o'sha. O'sha negativ gapiryapti Kanadadan turib. O 50 milyon, 100 milyon dollarni gapiryapti. O'zlashtirib yuborganini. Hammasini orqasida mash turibdi. Mirzo Olimov rahmatulloh turibdi. Aka-ukalar hech kim emas. Bu kukla bolalar ular. Qamalib ketishga tayyor. Hammasini ashi Mirzo Olimov rahmatulloh qilgan. Hamma yo'lda mutit qilgan ashi. Hurmatli Saidaxon Shakatovni, hurmatli Respublika Bosh prokuraturasi, hurmatli O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi, ushbu murojaatni nazoratga olinglar. Mendan zo'rlik yo'li bilan, tovlamachilik yo'li bilan, qalloblik yo'li bilan olib qo'yilgan hovli joyimni qonuniy qaytarish bersin. Sudyalaringiz ko'rsin shu ishni. Delarni yopib qo'ymasin. Qasamyod qilgan ular. Qasam urib teskari olib ketishmasin. Saidaxon Shakatovni, Respublika Bosh prokuraturasi, Oliy sud raisi Baxtiyor aka Islomov sizlarga Andijonlik 1-guruh nogironi Alimov Tavakkal murojaat qildi. Sog' salomat bo'lasizlar. Ushbu murojaatni nazoratga olasizlar degan umiddaman. Allohdan so'rab qolaman. Sog' salomat bo'linglar.